Bugun 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni umuman полностью uni xarakterdagi o'zgarishlar haqida to'liq ma'lumot berib gaplashamiz. Agar iloji bo'lsa, yangi kirayotganlar maksimum ekran chetidagi like bossangiz hammaga ko'rinadi. Juda ham xudo xohlasa foydali efir bo'ladi deb o'ylayman. Agar ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, iltimos plyuslar qoldiringlar va farzand tarbiyasida 3 yoshdan boshlab полностью qanaqa xatolar bo'lyapti, nimalar qilinyapti, hammasi haqida bugun to'liq ma'lumot olasizlar. Iloji bo'lsa, agar ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, iltimos plyus belgilarini qoldiringlar. Va maksimum like bossanglar hammaga primoy efirimiz ko'rinadi va eng glavnisi xudo xohlasa hammaga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Like bosayotganlarga rahmat deyman. Bugungi efirda juda ham ko'p storieslarda ham agar kuzatib borayotgan bo'lsanglar, priziv qilamiz. Juda ham ko'p farzand tarbiyasi haqida gapiryapmiz va bolalarning injiqligi, qaysarligi, nimaga o'zi yig'lashi, hammasi haqida hozir to'liq ma'lumot bermoqchiman va iloji bo'lsa, kimda qanaqa savol bo'lsa, savollarni ham bemalol berishinglar mumkin. Maksimal darajada hammani savoliga ham javob berishga harakat qilaman. Primoy efir bugun faqatgina yarim soat bo'ladi. Xudo xohlasa, foydali bo'ladi deb o'ylayman. 3 yoshdan boshlab bolalarda уже средний кризисный возраст boshlangan bo'ladi. Eng birinchi bolalarning krizisniy возрастной vaqti 3 yosh bo'ladi. 3 yoshda bolalar ko'pincha injiqligi, qaysarligi, bolaning yig'isi kuchayib boradi yoki bo'lmasam bolada tish chiqishi, har xil o'zgarishlar kuzatiladi. 5 yoshgacha bo'lgan davrda bolalarimizda juda ham ko'p xarakterda ham o'zgarishlar bo'ladi. O'sha vaqtda bolalarga baqirish mumkin emas. Bola bilan to'g'ri gaplashish, bolani xarakteriga moslashish, bolani boricha qabul qilish tavsiya qilinadi. Ko'pincha ota-onalarning xatosi bolaga shu vaqtda baqirib, urib yoki bolani qanaqadir nakazat qilmoqchi bo'lasizlar-yu o'zinglarcha. O'sha davrda bolaga juda ham shunday bir umrlik nima deydi, miyasiga shuni o'yib yozib qo'ygandagi bir umrlik travmani berib qo'yishingiz mumkin. Shu sababli bola gubka 3 yoshdan 5 yoshgacha juda ham ko'p narsani eslab qoladi. Mana bugun agar storieslarimni kuzatgan bo'lsanglar, qaqra shu haqida gap bo'ldi. Misol uchun institutda 4 yil o'qidingizda, birdaniga mana shu narsani bugun yozdim. 4 yil o'qiganingiz birdaniga esingizdan chiqib ketdi. Prям всё, delete. O'chib ketdi deymiz-ku, xuddi shunaqa bo'ldi deylikda, например, nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi, hayotingiz yana davom etadi. Endi tasavvur qiling, 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan davrda, lekin misol uchun bolalarda niday bo'q agar bir qanaqadir ota-onani urush janjali yoki bo'lmasam ota-onaning o'zaro mojarosini, munosabatini ko'rganda, shu bola shunaqa gubka впитывать qildimi, bola esida qoladi. Bu narsa bir umr, butun umr mana shu yerda qoladi. Mana o'zingizlar ham prosta eslab ko'ringlar. Qaysi vaqtda, qaysi davrda ota-onangizni urushganini yoki bo'lmasam bir qanaqadir eng ayanchli holatingizni esla olasizmi? Agar iloji bo'lsa, bo'lishinglar. Nimaga bo'lishinglar deyman, bitta keysda hozir как siz tekinga foydali efirda razbor qilib olasiz. Kimda bo'lgan qizlar, mana bolalar ham ko'p kirishyapti. Kimda imенно shunaqa holat bo'lgan, eslasin, ota-onani urushidan keyin mana haligacha mana mashtumda qolgan, shu mojaroligi menga misol uchun yomon ta'sir qilgan. Agar ajrim bo'lgan bo'lsa, ajrim bo'lgan, misol uchun sizni hayotingizga qanaqa ta'siri bo'lyapti? Nima anaqalar o'zgarishlar bo'lyapti yoki o'sha родовой ssenariy sizni hayotingizda ham qaytarilyaptimi? Shular haqida mana hozir возможностingiz bor, juda ham ko'p ma'lumot olasiz. Bolam 9 yosh hayvonlardan yer yutishidan qo'rqadi. Bolada qo'rquv oddiygina. O'zingiz yoshligingizga qayting. O'zingiz 9 yoshingizda qanaqa bo'lgansiz? Qanaqa sizda nima o'zgarishlar kuzatilgan? Farzandingizga qo'rquv qatdan kirib qoldi. Nimadan imенно qo'rquv, nima tufayli bo'ldi? Xohlaysizlarmi? Agar kuzatsanglar, mana bitta yaxshi reelsim bor. Kстати, shu qo'rquvga shu reelsni sizga ko'rish tavsiya qilaman. Bolalar bilan qo'rquvni tez oson chiqarish texnikasini o'rgatganman va mana shu texnikani siz ko'rishingizni tavsiya qilardim. Nimamga o'tib lentamda o'sha reelslar orqali yaxshilab nima qilsangiz qidirsangiz topasiz. Bir 5-6 ta bukvalno reelsdan keyin shu imенно qo'rquv texnikasi to'liq qilib qo'yilgan.
shu rilsimni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bugun давайте unda hozir men tushunishim bo'yicha hali hech kim o'zini nimasini yozayotgani yo'q, istoriyasini. Bolam rosa tabiatda hasharotlarni, hayvonlarni yaxshi ko'radi. Отлично. Salom Shohida. Qizlar, sizlarga hozir bitta shunaqa qisqacha bitta keset bermoqchiman. Nimaga men hozir bolamni yoshligidagi negativ emotsiyasi katta bo'lganda nimanaqa bizning hayotimizga qanaqa ta'sir qilish haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bolani qo'rqoq bo'lishi, bolani o'zini fikrini to'liq bayon qila olmasligi, bolani o'zini samootsyenkasi, o'ziga bo'lgan ishonchi pastligi, bu hammasi ildizi ota-onada o'tadi. Mana ikkita ildiz, bu mana shu ikkita ildiz orqali bola rivojlanadi, bola o'sadi. Agar qachonki ikkita ildizdan bittasi yaxshiroq suv qo'ymasa, yaxshiroq parvarishlanmasa, ana o'sha vaziyatda bolada o'zgarishlar kuzatiladi. Ya'ni misol uchun otasi postoyanno ishda, ona bo'lsa bor negativ emotsiyasini farzandiga beryaptimi, shu holatlarda ayniqsa bolada juda ham kuchli o'zgarishlar ketadi. Yig'laydi, janjal qiladi, to'polon qiladi. Sizni ichki holatingizni farzandingiz ko'rsatib beraveradi. Juda ham ko'p savollar kelyapti. Davayt ozgina savolga javob beramiz. Bolam bog'chaga juda ham yig'lab boradi. O'rganolmayapti, rosa yig'laveradi. Bu bilasizmi, onadan ham ko'pincha bo'ladi. Takkak o'zim частный bog'cha asoschisi bo'lganim uchun ko'pchiliklarning xabaringlar bor, Legaland Academy rahbariman. Nima bilasizmi, nima deyishim mumkin sizga? Ko'p ota-onalarimga ham bu gapni aytib charchamayman. Bilasizmi, qachon bola bog'chada yig'laydi? Ikkita vaziyatda. Birinchisi, realni bog'cha yaxshi bo'lmasa, ikkinchisi, agar ota-ona o'zidan ishonib bolani qo'yib yubormasa, ya'ni siz o'zingiz neuverenisiz, farzandim o'rganarmikan, farzandim qiynalmasmikan, voy bersam yig'lasachi deb mashtingizni ozginagina, mashinchagina bo'lsa ham neuverenisiz bo'lsa, bola uni shundoq his qiladi-da, 21 ta his tuyg'u bilan bolalar bizdan his qiladi. Shu sizning neuverenisingizda o'sha xavfli ekan, o'sha qiyin bo'lar ekan deb bola yig'lab janjal qilaveradi. Iltimos telegramingizni bering. Nomer hamma narsa menda profil shapkasida ukazatsiya qilingan, bemalol adminkalarga chiqib to'liq ma'lumot, nima savolingiz bo'lsa berib javob olsangiz bo'ladi. Qizim injiq, asabiy. Shohida, qizingiz necha yoshda? To'liq yozing. Adam yoshligimda urgani, lekin men aybdor emasdim. Meni halaymasini. Вот, ana, молодец, Белоснежка 96. Вот то, что men hozir aytayotgan mavzu bo'yicha. Mana bu sizni mashtingiz shundoq qoldi. Endi qarang, siz necha yoshdasiz? Agar iloji bo'lsa to'liq o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz, hozir mana men sizni bolaligingizdan полностью разбор qilib berishim mumkin. Yoshingiz nechadaligi birinchi savolim. Ikkinchisi, вот nima uchun urganlari qisqacha. Hozirgi vaqtda siz turmush qurganmisiz, yo'qmi? Menga shu qiziq. Shuni ayting, mana hozir men sizga to'liq ma'lumotni beraman. Assalomu alaykum, opa, men abituriyentman. Bu yil xudo xolisa o'qishga topshiraman, lekin o'qiyotgan kitobim ham kirmayapti miyamga, o'zim his qilyapman. Buni boshini o'qib kelaman, qabul qilmay nima qilsam bo'ladi? Birinchi o'rinda siz qiziqmayapsiz o'qishga. Sizga savolingizga javob hozir aytishingiz mumkin, yo'q men qiziqmayman deyishingiz mumkin, yo'q. Agar inson qattiq qiziqsa, o'sha narsani любой momentda, любой joyda qanaqa shovqin обстоятельства bo'ladi, boshqa bo'ladi, eslab qoladi. Zarur sizga o'qishga bo'lgan qiziqishingiz yo'q va mana shuning uchun ham eslab qola olmayapsiz. Yana bitta men sizga yaxshi maslahat berishim mumkin. Mnemonika texnikasi bor. Siz kitobni 21 minut davomida o'zingizni majburlab o'qiysiz. Har o'qiyotganingizda soatga qaraysiz, 21 minut o'qishingiz kerak bo'ladi va обязательно o'qib bo'lgandan keyin bir shirinlik nimadir yeying, miyani rag'batlantiring. Ana o'shanda miya aytadi, men yaxshi o'qisam, 21 minut o'qisam, menga rag'batlantirilyapti deydi. Tezroq eslab qolishingiz ham oson bo'ladi, miyani yaxshi ishlatadi. Tak, keyingi savol. Qo'li biror bir hayvonga ham hasharotga ham tegsa, shu hasharotga aylanib qolaman deb o'ylaydi. Unaqa bo'lmasin deb desak ham tushunmaydi. Qo'lni 2-3 martalab sovullab yuvadi. Может быть, bolangizda tripofobiya bo'lishi mumkin, ya'ni mayda narsalardan qo'rqishi, hasharotlardan. O'sha tripofobiya xuddi shunaqa qiladi. Xosiyatxon, xayrli kech deb siz, xayrli kech sizga ham. Tak, assalomu alaykum. Bolamga doim qo'limdan kelgancha aytgan narsasini olib beraman, lekin undan ham ko'p narsa so'raydi. Ko'zdoq bo'lish uchun nima qilsam bo'ladi? Bolaga qancha berursiz, u kam. Qancha ko'p bersa, ayollar ham misol uchunda, eringiz quvvat ko'p pul berib bizga baribir yetmaydi. Hamma shu narsaga intilib yashaydi. Bitta narsa esingizda tursin. Bolani ko'zini to'q qilish bu uni pul bilan yo bir materialni ta'minlash emas. Bolaga kerakli investitsiya bu. Sizni sponsor qilmoqchi bo'lsangiz, faqat bilimiga pul ketkazing.
bolaga keraksiz va nima deydi, ko'p ortiqcha xarajatlarni kamaytirishni maslahat beraman. Qizlar, o'shanda bola har bir narsani qadriga yetadi. Misol uchun 10-15 ta 5 olsak, mana shu narsani olib beraman. Ya'ni biza motivatsiya qilyapmiz bolaga ko'proq birinchi o'rinda faqat fokus vnimaniyani bolani bilimiga qaratishimiz kerak bo'ladi. Psixologiya taqdirni o'zgartiradimi? Xosiyatxon, zo'r savol beribsiz. Taqdirni o'zgartirish insonning qo'lida. Islom dinida ham juda ham bu narsa chuqur ma'noda berilgan. Taqdirni o'zgartirish har bir insonning o'z qo'lida. Psixologiya orqali ham o'zgartirishimiz mumkin. Hech qachon, misol uchun, psixologiya yomon bo'lgan, birovga g'araz niyatda bo'lgan, negativ bildirgan demaydi. O'zingni isloh qilgin, o'z ustingda ishla, qalbingni tozalagin deydi. Va siz qalbingizni tozalaysiz, o'zingizni isloh qilganingiz sari taqdiringiz o'zingiz xohlagan darajada o'zgaradi. Birovga faqat havasda bo'lsangiz, o'z ishingizni, o'z ustingizda ko'proq ishlasangiz, o'zingizni hayotingiz bilan faqat mashg'ul bo'lsangiz, albatta bu siz xohlagan darajada butun hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. Nafaqat o'zingizni, bu даже 7 avlodingizni o'zgartirishingiz mumkin. Biza bilmaymiz, balkim aynan bizadan har bitta 7 ta avloddan keyin перезагрузка degan narsa bor psixogenetikada. Har bir o'sha avlodda balkim biz 7-chisi bo'lsak, bizadan boshlab yana keyingi avlodga обновление ketadi. Agar biz har qatda yaxshi, dostoyniy inson bo'lsak, bu degani biz 7 avlodimizdan DNKsiga shu yaxshi xislatlarimiz o'tishi mumkin. Agar endi, конечно, yaxshi inson bo'lsak. Psixogenetika juda ham chuqur fan. Assalomu alaykum, men qizim bo'yicha men nima qilishni bilmayapman. Savol совсем tushunarsiz. Hozirgi paytda men hech kim eshitmayapti. Menimcha hamma yomon ko'rib boryapti. Avvalo onam o'ramlar eshitmayaptilar. Sababi hamma sizni yomon ko'ryaptimi, siz o'zingiz yaxshi emassiz. Siz hammadan emas, birinchi o'rinda o'zingizdan aybni qidiring. Aybingizni tan oling. Nima qilasiz, nima qaysi qilig'ingizdan keyin, qaysi gapingizdan keyin, qaysi hislatingizdan keyin sizni insonlar qabul qilmayapti. Balkim bu siz ichki holatingizni hamma ko'rsatib berayotgandir. Agar bittada, misol uchun 10 kishi meni yomon ko'ryaptimi, ayb menda bo'ladi. Meni qaysidir o'sha berayotgan padacham qabul qilinmayapti. Ya'ni siz berayotgan gapingiz, so'zingiz qabul qilinmayapti. Uni o'zgartirishingiz kerak. Misol uchun moshxo'rdan ustiga zelin sepib birga rayhon qilib bergandagi boshqacha padachada o'z gaplaringizni, o'z munosabatlaringizni onangizga, yaqinlaringizga yo'naltirishingiz kerak bo'ladi. Men o'g'lim 7 yoshda juda ham qaysar etganimni qilmaydi, baqirsam qiladi. Nima maslahat berasiz? Bolaga o'sha baqirish yo'li bilan siz o'zgartirib qo'ygansiz, baqirish yo'li bilan men misol uchun shu narsaga erisha olaman deb. Bola o'sha to'g'ri gapga tushunmaydigan bo'lib qolgan, u qo'pol qilib aytganda oldingilan gapi bor, ursang etib qotadi, uzr, gapirsang etib qotadimi? Yo'q, ursang etib qotadi, gapirsang beti qotadi. To'g'ri aytayotgan ekanman. O'z beti qotib qolgan, грубо говоря, bezlashishni boshlayapti bola. Shuning uchun bolangiz bilan o'tirib kelishib oling. Sen bilan o'yin o'ynaymiz, faqat men senga to'g'ri baqirmasdan gapiraman va qilasan. 3 martacha o'xshamaydi, 4-chisi уже o'xshaydi. O'shanda o'zingiz ham lishniy ras nervingiz ham ayiysiz. Xosiyatxon, rahmat, savolimga javob topdim. Alloh rozi bo'lsin. Tak. 15 noyabr 3 ga kiradi. Qizim asabiy, injiq. Nima maslahat berasiz? Bu siz ichki holatingiz. Agar 3 yosh bola injiq, asabiy bo'lsa, buni bilingki, bu sizni ichki holatingizni bola ko'rsatib beryapti. Kimga nisbatan asabiy, kimga nisbatan siz недовольныйsiz, kimga nisbatan ichingizda mana shu noroziligingiz bor, aytolmayapsiz. Ana o'sha bizning bola отражениямиz, ana o'sha narsani farzandingiz ko'rsatib beryapti. Prosta o'tirib o'ylab, razmishlayt qiling. Misol, qaynonangizgami, eringizgami, yaqiningizgami kim sizni lishniy ras bezovta qilyapti? Kimdan siz norozi bo'lasiz? Ana o'sha narsa farzandingiz sizni chiqara olmagan negativni emotsiyangizni ko'rsatib beryapti. Rahmat, sog' bo'ling. Siz ham sog' bo'ling. Menimcha qizlar hammanglar tushunishim bo'yicha savolingizga to'liq javob olasizlar. Foydali efirlarni endi ko'proq turmoqchiman, xudo xohlasa, потому что juda ham oxirgi payt vaqt taqozosi bilan, ish taqozosi bilan kam chiqqanman. Endi xudo xohlasa ko'proq foydali efirlar qilib turaman. Shuning uchun kuzatishda davom etib, kim aktivniy bo'lsa, обязательно prямой efirlarda yaxshilab sizlarni eslab qolsam, menga ham oson bo'ladi. Sizlar bilan bemalol kontaktga kirishish va sizlarni yaxshi bilib olsam, to'liq savolingizga ham javob bera olaman.
oldin auditoriyam juda ham yaxshi bilardim. Har doim kiradigan qizlar уже сразу man tanirdim. Voy siz kirdingiz deb foydali efir ko'proq qilardim. Hozirgi vaqtda yo'q. Endi albatta o'z navbatida konsultatsiya kimgadir qimmat, kimgadir norma narxi, lekin bo'ladi shunaqa vaziyatlar konsultatsiyaga kela olmaysiz. Misol uchun finansiy tarafdan sharoitingiz ko'tarmaydi. Ana shunda siz foydali efirda o'zingiz berayotgan, o'zingizni qiynayotgan savollarga qisqa lo'nda qilib ham javob olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun har doim aktiv bo'lish tavsiya qilinadi. Qachon siz stranichkamda aktivniy bo'lsangiz, layklar bossangiz, har bitta narsaga befarq o'tib ketmay layk yoki bo'lmasam сохранить qilib do'stlaringiz bilan bo'lishib qo'ysangiz, primo efir birinchi sizga ko'rinadi. Instagram chunki algoritmi shunaqa qilib berilgan. Miyani negativlardan qanday tozalasa bo'ladi? Uning uchun o'tirasiz, hamma negativ emotsiyangizni qog'ozga yozasiz. Nimalar sizda negativni, kimlardan norozisiz, nimalar norozi, nimadandir xafamsiz, hammasini o'tirib qog'ozga tushirasiz. Shu qog'ozni hamma negativni emotsiyangizni yoqib yuborasiz. Полностью bu, конечно, bittada o'xshaydigan texnika emas, но juda ham zo'r effekt beradi. Assalomu alaykum, yaxshimiz. Tanadagi semizliklar ham psixosomatika bilan odam semirishi juda ham psixosomatika bilan bog'liq. Semirishi, ozish uchun zo'r texnikalar qilaman. Mana yonimga kelgan qizlarim, klientlarim bilishadi. Agar primo efirda bo'lsanglar, qizlar bo'lishinglar. Men o'zim yaqinda ustoz shogird kursimda ham bitta qizim 8 kiloga ozdi. Maqtanib qo'yi. Mix terapiya orqali 8 kiloga shu shogirdimni oson sog'lom ozdirdim. Va o'zim ham mixga chiqqanimdan keyin tez son vesni yo'qotganman. Hozirgi vaqtda mana 54 kiloman, 50 kilo vesga sekin tushyapman. 3 ta farzandni onasiman, bilishingiz uchun. Psixosomatika ham albatta bizni semizligimiz nimadan bo'ladi? Ko'p holatlarda agar tagiga negiziga yetadigan bo'lsa, bu bizani ayta olmagan, gapira olmaydigan emotsiyalarimiz, bizning negativlarimiz yig'iladi-da, ovqat orqali biz yeyaveramiz, yuturamiz va buning orqasidan semirib ketaveramiz. Shu vaziyatdan qanaqa qutulishim mumkin? Misol dieta, qivos, gormon hamma narsa joyida bo'lsa, просто shunchaki siz semiz bo'lsangiz, bu уже primoy psixosomatikaga to'g'ri keladi va buni mix terapiya va ko'pincha makkartalar orqali biz yechim topamiz. Klient o'sha bo'ligacha boriladi. Imенно qattaligi, nimadan semizligi, qattiqdir yoshligidagi убежденияmi, ya'ni siz yoshligingizdan ota-onangiz tomonidan har xil e'tiqodlar kirgizilganmi? Shular orqali ham semiz bo'lib qolamiz-da. Misol oyingizni ko'rgansiz, bir umr dieta qilganlar yo semirishdan qo'rqqan bilan shu qo'rquv sizga ham kirib qoladi. O'z navbatida teskarisiga ishlaydi, semirib ketasiz. Shunaqa vaziyatlarda semizlikka oldini olishga shaxsiy konsultatsiyamga taklif qilaman va zo'r effekt beradi. Shunaqa qiling, opa. Bo'ldi, ko'proq primo efir qilib turaman, xudo xolasa. Qizim 4 yosh, hamma narsaga qiziqadi, ko'proq ruscha multiklarni ko'radi. Bu yaxshimi? Endi multfilmga keladigan bo'lsak, bu juda ham alohida tema. Обязательно mani reelslarimni ko'ring. Multfilmlar haqida juda ham foydali reels bilan bo'lishganman. Qizlar umuman hamma reelsimni ko'rishlarini tavsiya qilaman. Sababi o'sha o'zidan ham juda ham ko'p savollaringizga javob olasiz. Foydali, informativniy reelslarim juda ham ko'p. Multfilmlar haqida ham ko'p gapirganman. Har bitta multfilm qahramoni qaysi birini ko'rishimiz mumkin, qaysi birini ko'rmasligimiz kerak, qaysi birini biz farzandimizga tavsiya qilishimiz kerak. Hammasi haqida to'liq ma'lumotni mana reelslarim orqali olasiz. Men sizni kuzatib boryapman, yaqindan beri sizdan ma'lumot olyapman. Sizni o'zimga ustoz deb bildim. Men bo'lajak psixologman. Молодец. Men juda ham shogirdlarim ko'p. Hozirgi vaqtga kelib, adashmasam bir 100 dan oshiq mani shogirdlarim bor. Semirish asabdan bo'lishi mumkin. Конечно, aytmayman-ku. Bu sizni emotsiyalaringizni yeysiz. Negativniy emotsiyalar, ya'ni asabingiz buzildi, kimdandir norozi bo'ldingiz, yutdingiz, ovqat orqali yeyverasiz, o'zingizni kontrol qila olmaysiz va buning oqibatida inson semirib ketadi. Bolaga jinsiy tarbiyani qachondan berish kerak? Это тоже reels. Bolaga jinsiy tarbiya haqida shunaqa to'liq ma'lumot berganman. Bolalarda jinsiy tarbiya deb reelsni obloshkasiga ham yozib qo'yganman. Informativniy reelslarimni обязательно ko'ringlar. Juda ham bu reelsim men uchib ketgan, juda ko'pchiligiga like bosgan, juda ham prosmotri ham bomba bo'lgan. Shu reelsimni ko'ring. Qanaqa qilib tushuntirib, bolaga qanaqa qilib shu jinsiy tarbiyani nima deydi, ekologichniy, akkuratniy tushuntirishi hammasi haqida ma'lumot berganman. Обязательно ko'ring shu reelsimni, prям sizga tavsiya qilaman. Bir yomon xarakterim bor, dilim og'ritgan insonni hech ham kechira olmayman. Qanaqa maslahat berasiz?
qisqa lo'nda qilib sizga aytishim mumkin. Maftunaxon eng zo'ri siz kechirishingiz uchun Alloh kechirguvchi-ku, siz ne kechirmaysiz. Ko'proq bolalar farzand tarbiyasi haqida savollar beringlar. Men sizga zo'r informatsiyalar beraman, chunki bugungi meni prямой efirim bola tarbiyasi, bolalarga qiynalayotgan eng takoy точка, больной точкalaringizni ayting. Men sizga to'liq ma'lumot beray. 3 yosh, 5 yosh krizis haqida gaplashaylik. Qizlar, semizlikka o'tib ketdinglar. Men ayolim semirish uchun nimalar qilish kerak? 32 yosh, 42 kilo. Это уже shaxsiy konsultatsiyada. Chunki buni men ikkita gap bilan aytib bera olmayman. Konsultatsiyangiz narxini ham aytib o'ting. Kattalarga $100, bolalarga $50. Siz psixologmisiz? Yo'q, просто o'tiribman, делать nechего, savollarga javob berib. Men yozvordim, javobini aytmadingiz, hali qiziqib ketyapman. Belasnejka qaytadan javobini yozing. Menimcha o'tkazib o'rgan bo'lsam kerak, savol ko'p. 5 yosh o'g'lim juda ham ko'p tinimsiz gapiradi. Bu yaxshimi? Bola mirni распознавать qilyapti, ya'ni dunyoni taniyapti. Qancha ko'p bola savol bersa, uni intellekti yuqoriligini, qancha ko'p gapirsa, bolani so'z boyligi yuqoriligini bildiradi. Shunaqa vaqtda bolani og'zini yopish umuman tavsiya etilmaydi. Ko'proq suhbatlashib, bolani dunyo qarashini kengaytirish tavsiya etiladi. Meni qizim 2 yoshda, hozir qizim urushqoro bo'lib qolgan, hattoki meni ham uradi jahli chiqsa. Bu holat nima maqsam bo'ladi demoqchi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Qizingiz agar uryaptimi, mana qizingiz qarang, Mubina qizingiz 2 yoshda deyapsiz. Bu siz ichki holatingiz. Просто o'ylaysiz, kimdan norozisiz? Norozi bo'lsangiz, nega norozisiz? O'sha narsani ko'rsatib beryapti. Meni erim bilan ajrashyapman, bolamga shu yomon ta'sir qilishdan qo'rqyapman. O'zi bolamni juda ham ko'ngli nozik, qanaqa ta'sir qilar ekan? Вообще zo'r savol. Agar turmushda, misol uchun xotin o'zaro endi kelishmovchiliklar oqibatida agar ajrashayotgan bo'lsa, bolaga bu ko'p holatlarda juda ham qattiq ta'sir qiladi. Xotin o'tirib, farzandingizni iloji bo'lsa qo'lini ushlab turib, sizlar ikkalangiz do'stona munosabatdaliginglarni va buni bolaga to'liq yetkazib berishingiz kerak. Eng qizig'i, menga hozir bolangiz necha yoshda? Misol uchun 4, 5, 6 yoshli bola уже четко tushunadi-da. Biz hozir adamlar boshqa joylarda, uylarda yashaymiz. Adayni san misol uchun haftada 2 marta, 3 marta ko'rishing mumkin. Men bilan turasan, no, adayni ko'rib turasan deb akkuratni tushuntirish kerak. Bolani psixologiyasiga og'ir ta'sir qilish kerak emas. Iloji bo'lsa ota bilan uchrashuvni ham tashkillashtirib turish kerak. O'shanda bola haftada 2-3 marta ko'rganda, adam bor, shu odam inson существует, bu odam tirik va bundan men kerakli o'zimga bo'lgan energiyani olaman deydi. Ayniqsa qizlarni hayotida otaning o'rni juda ham katta rol o'ynaydi, chunki u kelajagida eri bilan bo'lgan munosabatiga ham ta'sir qiladi. Misol uchun, dash o'g'il bolada ham otaning roli zo'r o'ynaydi, chunki u ham erkak, o'sha erkakka energiyasini olib, bu ham shaxs rivojlanadi, erkak bo'ladi. Ana shuning uchun iloji boricha otasidan ayirmaslik tavsiya qilinadi. Endi, конечно, anaqa исключение, misol uchun narkoman, ichkilikka juda qattiq berilib ketgan, psixologik sog'lom ota bo'lmasa, lучше исключать qilish kerak. Chunki borda shunaqa otalar, не то что xotin munosabatda ayolni, hattoki bolalarni ham uradigan otalar bor. Unda kategorически запрещается ko'rishmaslik. Bunaqa vaziyatda bolalarga erkak rolida yo tog'asi yoki bo'lmasam dodalari erkak rolini bosishadi. O'sha erkak beradigan, otasi beradigan munosabatni yoki bo'lmasam onani otasi yoki bo'lmasam akasi yoki ukasi beradi. Ya'ni tog'alar как o'rinbosar otani roliga o'tib, bolaga o'sha kerakli mужской emotsiyani, mужской energiyani berishadi. Buni ham yo'li bor. Bo'ladi, misol uchun otasi yo'qlar ham bor. Ana shunda o'sha otani o'rniga ko'proq erkaklar o'rinbosar bo'lib keladi. Ozishga kurslaringiz bor, shaxsiy konsultatsiyamda bular hammasini konsultatsiya orqali yozilsangiz bo'ladi. Ozish haqida полностью mix terapiya, neyrografika, umuman konsultatsiyada makkartalar orqali ham hammasiga yechim topasiz va eng glавныйsi garantiya orqali ozasiz. Bolam 5 yoshda jahlim chiqarsa uraverib qo'rqoq qo'yganman. Qanday yo'l tutay? Maftunaxon
Birinchi o'rinda qo'rquvni ketkazadigan mani texnikamni qilishingizni tavsiya qilaman. Reelsimda bu bor. Qo'rquvni yenguvchi texnika deb yozilgan obloshkasida shuni ko'ring, iloji bo'lsa. Keyin ko'proq farzandingizni quchoqlang, uni yaxshi ko'rishingizni kamida kuniga 5 marta ayting va albatta farzandingizdan qulog'iga kechirim so'rang. Kechirim qilishingiz kerak. Qulog'iga aytib, bolam, meni kechir, seni urganim uchun deyishingiz kerak. Assalomu alaykum, qizim 2 yoshdan oshdi, rosa jahldor bo'lib urushqoq bo'lib ketyapti va menga yopishib qolgan. Boladagi agressiya, agar bola nevrologически sog'lom bo'lsa, boladagi agressiya bu onaning ichki holati. Это прямой onaning ichki holati. Misol, voy ota ham bor, bolani misol hayotida bolani rolida deyishingiz mumkin. No, birinchi o'rinda onani bu ichki holatini bola polностью ko'rsatib beradi. Agar sizga yopishib qolayotgan bo'lsa, siz просто bitta o'ylab ko'ring. Homila davrida bolani yo'qotishdan qo'rqqanmisiz yoki bo'lmasam bir misol abort qilmoqchi bo'lib turib ham boradida shunaqa vaziyat, yo'q tug'mayman, 2 qat bo'lib qoldim deysizda, no tug'asiz. Istalmagan farzandda, no o'z navbatida o'shanaqa vaziyatda ham bola onaga yopishib oladi, shu onam tashab ketadi degan ma'noga o'sha programma kirgan bo'ladi. Shu vaziyatlarni ham o'ylab ko'ring, nima joylarini ot. Qizimda injiqligiga nima qilsam bo'ladi? Qizingiz necha yosh? To'liq savol beringlar. Misol, qizim mamncha yosh, mamnaqa bo'lyapti deb to'liq savol bersangiz oson bo'ladi. Bolam 6 yoshda. Aha. Ajrimdagi bola 6 yoshda ekan, bola bilan gaplashing. Polностью bolani gapirib, bolaga tushuntirib, xotin do'stona siz ajrashayotganingizni, siz urushmasdan o'zaro kattalarni ishi deb shunaqangi akkuratni, delikatni hal qilishga iloji bo'lsa kirishinglar. O'g'lim 16 yoshda, jizzaki, bu balog'at yoshda shunaqa bo'ladimi yoki psixosomatikami bu? Psixosomatika bu kasallikda. Jizzakilik bu misol uchun endi kasallik deb bo'lmaydi buni. Buni psixosomatikaga umuman misol aloqasi ham bo'lmasligi mumkin. Bu уже средний подростковый возраст, он уже взрослый человек, он уже подросток. Bunaqa vaziyatda bolalar manzurman, men ota-onam tushunmayapti, meni misol ichki holatimni deydi, qanaqadirchi bir kattalarning roli ularga o'tib qoladi. Bunaqa vaziyatda nazokat polностью bolangiz bilan do'stona munosabatda bo'lib, ko'proq do'stlashib, ko'proq sirlarini eshitib, ko'proq tinglashga harakat qiling. Chunki onaning roli bolani imna podrostok vaqtida juda ham muhim. Agar ona bo'lmasa, bolalar qizlar bilan gaplashib ketishadi. Qizlar bilan gaplashish asl sababi женский energiyani yetishmasligi bo'ladi. Shuning uchun bolani ko'proq sirlashish, bolani ko'proq eshitish, bolani polностью tinglash va uni katta shaxs deb qabul qilish tavsiya qilinadi. Qizim 4 yosh, bitta tursam u ham uradi. Ну, конечно, uradi. Siz urganingizdan keyin u ham javob qaytaradi.